Bu qiz uni teri rangiga mos keladigan yaxshi tonal krem topish juda qiyin ekanligini va qora rangli teri ayollar uchun umuman rang yo'qligi aytib video chiqardi. Agar qaysidir brend mos keladigan rang chiqarsa, ularni qo'llab-quvvatlashi va reklama qilishga tayyor ekanligini aytdi. Va tasavvur qiling, oddiygina bitta video butun Instagramni portlatdi. Katta shov-shuv va muhokamalar bo'lishni boshladi. Odamlar bir-biriga repost qilish boshladi. Natijada kosmetika kompaniya aynan shu qiz uchun bir nechta yangi ranglar chiqaradi. Bloger qiz esa to'xtovsiz ravishda oddiy videolar, reaksiyalar, testlar ola boshlaydi. Va nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Avval atiga 9 ta tonal kremi bo'lgan bu brend 40 tadan ko'p rang chiqardi va shu yo'nalishda AQShning birinchi raqamli kosmetika brendiga aylandi. Bloger qiz esa ularning asosiy ambasadori bo'lib qoldi. Endi muhim joyi shundaki, O'zbekistonda ham juda ko'p kompaniya va brendlar kontent yaratuvchilarga juda muhtoj. Yaxshi kontent qila oladigan, ta'sirli kontent qiladigan odamlarni doimiy izlaydi. Agar siz katta brendlar bilan ishlashni, trendlar yaratishni, kontent orqali pul topishni xohlasangiz, mana kontent qilish bo'yicha 4 millionli onlayn kursimni aynan hozir siz 20 barobar arzon narxda, ya'ni 200 ming so'mga olishingiz mumkin. Izohda kurs deb yozing, sizga direktdan bog'lanish uchun havola yuboraman.